Mana do'stlar, bu videoni qo'ylarning narxini tanishtirib o'tish uchun bu videoni oldik. Bizlar tomondagi qo'ylar Afg'oniston puliga, Afg'onistondagi qo'ylar deylik. 9,5 ming, 10 ming degan aytishadi egasi. O'zbek so'miga agar qiyoslasak, 9,5 ming deydingiz ha? O'zbek so'miga 10 ming. 900 puli. bu 2,5 million. 2 million, 2,5 million bo'ladi. Ha, bu tomonda sizlar tomonga qaraganda mol arzonroq. Go'shti ham molning va qo'y Pullarimi? mayda mollarning ham. Qo'yjon. Yonida bolachalari ham bor. Bolachalari bilan bizlar tomonida 9,5 ming, 10 ming deyshadi. Agar O'zbekiston tarafda agar shular bilmadim narxi ko'proq bo'lsa kerak, agar O'zbek so'miga agar shu yerda qiyoslasak 2 million, 2,5 million bo'ladi. Agar u tarafdan agar bizlar agar olaylik desak, u tomonda 2 barobar, 3 barobar shuncha bo'lishi mumkin. Chunki ozgina bo'lsa ham ma'lumot, xabarimiz bor, o'shaning uchun tarafda arzonroq.